Assalomu alaykum. Bugun tok kuchi, kuchlanish va qarshilikni o'lchash haqida gapiramiz va potensiometr degan qurilmani o'rganamiz. Dastlab tok kuchini o'lchash haqida gapiramiz. O'tkazgichdagi tok kuchini o'lchash uchun maxsus asbob ampermetrdan foydalanishadi. O'zgarmas tokda qo'llaniladigan ampermetrlarning ichki tuzilishida ko'pincha magnito elektrik tizimlar o'rnatilgan bo'ladi. Bu tizimlarning ishlash prinsipi haqida keyinroq tanishamiz. Ishlash prinsipiga. Ampermetr tarmoqqa ketma-ket tarzda ulanadi. Agar bizda biron bir o'tkazgich bo'ladigan bo'lsa, ampermetr har doim unga ketma-ket tarzda ulanishi kerak. Qarshiligimizga. Sababi, qarshiligimizdan qancha tok oqib o'tayotgan bo'lsa, ampermetrimizdan ham xuddi shuncha tok oqib o'tish kerak. Ketma-ket zanjirlarimizda oqib o'tadigan toklar bir-biriga teng bo'ladi. Demak, qarshilikdan oqib o'tadigan tokimizning qiymati ampermetrdan oqib o'tadigan tokimizning qiymatiga teng bo'lishi kerak. Lekin ampermetrlar tarmoqqa ulangan paytda undagi tok kuchiga sezilarli ta'sir ko'rsatmasligi kerak. Bu yerdan oqib o'tadigan tok kuchi albatta zanjirning qarshiligiga bog'liq bo'ladi. Zanjirda qarshilik sifatida oldin qaralgan bo'lsa, endi unga ampermetr qarshiligi ham qo'shiladi. Natijada umumiy qarshilik R plus R ampermetr bo'ladi. Natijada tarmoq qarshiligi agar oshadigan bo'lsa, zanjirimizdagi tokning qiymati o'ta aftin. R plus R ampermetr formulaga ko'ra pastga mahraj ortganligini hisobiga tokimizning qiymati bizda kamayishi kerak. Tokda sezilarli o'zgarish bo'lmasligi uchun ampermetrimizning qarshiligi juda ham kichkina bo'lishi kerak deb hisoblaymiz. Ideal ampermetrlarda bu qarshilikni 0 ga teng deb qarash mumkin. Umumiy holatda har doim ampermetrimizning qarshiligi tok o'lchanayotgan qarshilikka nisbatan ancha kichkina bo'lishi kerak. Mana shart bajariladi. Ba'zi bir holatlarda tarmoqdan oqib o'tadigan tokimizning qiymati ampermetrning o'lchash chegarasiga nisbatan kattaroq bo'ladi. Bunday holatlarda ham bu ampermetrni ishlatish mumkin. Faqatgina ampermetrga qo'shimcha tarzda parallel holatda qo'shimcha rezistor ulashimiz kerak. Rezistor olamiz. Lekin rezistor bizda shunday tanlanishi kerakki, tarmoqdan oqib kelayotgan tok 2 ga bo'linishi natijasida ma'lum bir qismi ampermetrdan oqib o'tadi. Ma'lum bir qismi ulangan rezistorimizdan oqib o'tadi. Rezistordan oqib o'tayotgan tok kuchi. Shunday tanlanishi kerakki, ampermetrdan oqib o'tadigan tokning qiymati ampermetrning o'lchash chegarasidan katta bo'lib ketmasi kerak. Ampermetrga parallel tarzda ulanadigan qarshiligimizni biz shunt qarshilik yoki shunchaki shunt deb aytib ketsak ham bo'laveradi. Endi shunt qarshiligimiz dan oqib o'tayotgan tokni hisoblab topishimiz uchun A va B nuqtalar orasidagi kuchlanishning bir xilligidan foydalanib ketishimiz mumkin. Masalan, ampermetrdan oqib o'tayotgan tok bilan shuntdan oqib o'tayotgan tokni bir-biriga bog'lashimiz kerak. Sababi, ampermetrdan oqib o'tayotgan tokni ampermetr o'lchab berishi mumkin, lekin shuntdan oqib o'tayotgan tokni biror bir qurilma o'lchamaydi. Shuning uchun shuntdan oqib o'tayotgan tok ampermetrga bog'lanishi kerak.
UAB zanjirning bir qismi uchun ohm qonundan foydalanadigan bo'lsak, undan oqib o'tayotgan tokni qarshilikka ko'paytmasi ko'rinishda yozib olish mumkin. Pastki zanjirimiz uchun ham shuntdan oqib o'tuvchi tokni shuntga ko'paytirib olishimiz kerak. Bundan shuntdan oqib o'tuvchi tok kuchini hisoblab topamiz. Lekin bizlarni ampermetrdan oqib o'tayotgan tok ham, shuntdan oqib o'tayotgan tok ham qiziqtirmayapti. Bizlarni qiziqtiradigan narsa zanjirda umumiy holatda qancha tok oqib kelayotganligi. Oqib kelayotgan tokni qiymatini hisoblab topishimiz uchun I tok I ampermetrga va I shuntga bo'linib o'tayotganini e'tibor qilish kerak. Bunda shuntdan oqib o'tayotgan tokni o'rniga olib kelib qo'yadigan bo'lsak, natijada I teng I ampermetr 1 plus R ampermetr taqsim R shu ko'rinishdagi formulani ishlatishimiz mumkin. Demak, bu formulani ma'nosiga qaraymiz. Agar biz ampermetrdan oqib o'tadigan tokni qiymatini biladigan bo'lsak, tarmoqdan qancha tok oqib o'tayotganini bilamiz. Faqat uning uchun bizlar ampermetrni va unga ulangan shuntning qarshiligini bilishimiz kerak. Bitta narsaga e'tibor qilish mumkin bu yerda. Qaus ichidagi ifoda tarmoqdan oqib o'tayotgan tokka bog'liq emas. Bu doimiy bo'lganligi uchun uni biron bir harf bilan alohida belgilash kiritib olamiz. Buni n bilan belgilashadi. N ning qiymati teng 1 plus R ampermetr taqsim R shunt. Endi boshqacharoq ham kiritish mumkin bu yerda. Agar mana bu yer n deb belgilanadigan bo'lsa, bunda n ning qiymatini I taqsim I ampermetr orqali ham hisoblab topishimiz mumkin. Bu formulani mana bu yerga kiritaman. N bizlarda ampermetrning o'lchash chegarasini necha marta ochganligini ko'rsatuvchi koeffitsient hisoblanadi. Masalan, ampermetr 1 ampergacha bo'lgan toklarni o'lchagan holatda tarmoqdagi tokning qiymati agar 5 gacha o'lchanayotgan bo'lsa, n bizning qiymati 5 ga teng deb qarash mumkin. Yoki ampermetrning bo'lim qiymati deyiladi. Ya'ni har bir bo'limga to'g'ri keluvchi tok qiymatini ko'rsatadi. Ba'zi bir holatda ampermetrning sezgirligi necha marta kamayganligini ko'rsatuvchi kattalik sifatida ham ishlatiladi. Agar n qiymati bizlarga berilgan bo'lsa, shuntni shunga qarab tanlash kerak bo'layotgan bo'lsa, shunt qarshiligini ifodalab olish mumkin. Mana formulamiz ichida. Buni bu tarafga o'tkazsak n-1 Ursak formula. Masalan, biz 5 amper tokni o'lchash mumkin bo'lgan ampermetr yordamida 20 amper tokni o'lchamoqchi bo'layotgan bo'lsak, bunda uning o'lchash chegarasi mana 20 ni 5 ga nisbat 4 ga teng bo'ladi. O'lchash chegarasini 4 marta oshirish uchun unga qanaqa shunt ulash kerak deb aytilsa, zaten 4 minus 1 ya'ni 3 ampermetr taqsim 3. Ya'ni ampermetrni qarshiga nisbatan 3 marta kichkinaroq bo'lgan shunt qarshilik ulash kerak. Endi kuchlanishni o'lchash haqida gapiramiz. Tarmoqdagi agar biron bir qarshilikdan o'zgarmas tok oqib o'tayotgan bo'lsa, undagi kuchlanishni aniqlash uchun voltmetrlardan foydalanishadi. Voltmetrlar ham magnito elektrik tizimga ega bo'lib, ularni ham ichki tuzilishi haqida keyinroq gaplashib ko'ramiz. Voltmetr biron bir o'tkazgichdan
tok oqib o'tayotganda uni uchlaridagi kuchlanishni aniqlashi uchun uni o'tkazgichga parallel tarzda ulashimiz kerak. Agar yerda ma'lum bir qarshilik bo'ladigan bo'lsa, uning A va B nuqtalar orasidagi kuchlanishni topish uchun voltmetrni shu qarshiligimizga parallel tarzda ulashimiz kerak. Lekin voltmetr tarmoqni A va B nuqtalari orasidagi potensiallar farqini, ya'ni kuchlanishni sezilarli darajada o'zgartirmasligi kerak. Voltmetr ichki qarshilikka ega bo'lganligini hisobiga tarmoqni shu qismidagi qarshilik bizda o'zgaradi. Sababi voltmetr bo'lmagan holatda tarmog'imizning qarshiligi bizda R, lekin voltmetr bo'lgan holatda A va B nuqtalar orasidagi umumiy qarshilik quyidagi formula bo'yicha hisoblanishi mumkin. Bundan ko'rinib turibdiki, bu ifodamiz R dan farq qiladi. Endi formulani ozgina o'zgartiradigan bo'lsak, tepani ham pastni ham R voltmetrga bo'lib chiqadigan bo'lsak, mana ko'rsatay formula. Ya'ni umumiy qarshiligimiz yana R ga teng bo'lishi uchun pastdagi ifodamiz 1 ga teng bo'lishi kerak. Pastdagi ifoda 1 ga teng bo'lishi uchun R taqsim R voltmetr taqriban 0 bo'lishi kerak. Buning uchun R voltmetrimizning qarshiligi R ga nisbatan juda ham katta bo'lishi kerak. Demak, voltmetr shunday tanlanishi kerakki, u o'lchayotgan kuchlanishni, ya'ni biron bir qarshilikdagi kuchlanishni o'lchayotgan bo'lsa, uni qarshiligiga nisbatan voltmetrning qarshiligi ancha kattaroq bo'lishi kerak. Ideal voltmetrlarda voltmetrning qarshiligi cheksiz deb qaraladi. Voltmetrning qarshiligi cheksiz deb qaralishi kerak. Ba'zi bir holatlarda tarmoqdagi kuchlanish voltmetr mo'ljallangan kuchlanishga nisbatan yuqoriroq bo'ladi. Bunday holatlarda ham voltmetrlarda ishlatish mumkin. Faqat buning uchun voltmetrlarga ketma-ket tarzda biron bir rezistorni ulashimiz kerak. Ma'lum bo'lgan rezistordan. Lekin rezistor shunday tanlanishi kerakki, bunda voltmetrga o'zi mo'ljallangan kuchlanishga nisbatan kattaroq kuchlanish tushib ketmasligi kerak. Ya'ni bu yerda kuchlanish ko'rinib turibdi. Voltmetrga va R qarshiligimizga bo'linib tushadi. Voltmetrga kuchlanishning ma'lum bir qismi tushadi. Qarshiligimizga uning ma'lum bir qismi tushadi. Voltmetrga ketma-ket tarzda ulanadigan qarshiliklarni qo'shimcha qarshiliklar deb aytiladi. Shuning uchun mana bu yerda qo'shimcha qarshilik belgisini qo'yib qo'yamiz. Endi voltmetr o'ziga tushayotgan kuchlanishni aniqlashi mumkin, ko'rsatadi. Qo'shimcha qarshilikka tushayotgan kuchlanishni biron bir qurilma o'lchayotgani yo'q. Shuning uchun qo'shimcha qarshilikdagi kuchlanishni voltmetrdagi kuchlanishga bog'lab olishimiz kerak. Buning uchun ularni bir-biriga ketma-ket ulanganligidan foydalanish mumkin. Ketma-ket ulangan elementlarda tok kuchlari bir-biriga teng bo'ladi. Bundan agar oqib kelayotgan tok kuchini I deb belgilab qo'yadigan bo'lsak, zanjirning bir qismi uchun oqqondan foydalanadigan bo'lsak, aynan mana bu oraliqdagi bizlarda tok kuchini topish uchun kuchlanishni qarshilikka bo'lishimiz kerak. Mana bu oraliqdagini ham topishimiz uchun u qo'shimcha qarshilikda qo'shimcha qarshilikka bo'lishimiz kerak. Bundan qo'shimcha qarshilikka tushayotgan kuchlanishimiz
mana ko'rishdagi formula chiqadi. Lekin bizlarga tarmoqdagi umumiy kuchlanish qizil bo'lyapti deb oladigan bo'lsak, uni topish uchun bu ikoni yig'intisini hisoblashimiz kerak. Qo'shimcha qarshilik o'rniga buni qo'yadigan bo'lsak, birdaniga tashqariga chiqarib olsak. Mana ko'rishdagi formula chiqadi. Demak, bu formula ma'nosiga qaraydigan bo'lsak, agar biz voltmetrdagi kuchlanishning qiymatini biladigan bo'lsak, demak tarmoqda qancha kuchlanish ekanligini bilib olish mumkin. Faqat uning uchun mana bu kattalikka ko'paytirib olishimiz kerak. Bu kattalikni n harfi bilan belgilaymiz yana. Mana harf bilan belgilab olamiz. N ni boshqacharoq ham topish mumkin bu yerdan. Agar bu n bilan belgilanadigan bo'lsa, n uni u voltmetrga nisbat etib qoladi. N voltmetrning o'lchash chegarasi necha marta oshganligini ko'rsatuvchi kattalik yoki uning bo'lim qiymatini ko'rsatadi yoki boya aytganimizdek voltmetrni sezgirligi necha marta kamayganligini ko'rsatuvchi koeffitsient deb yuritilishi ham mumkin. Endi agar bizlarga shunday shart bo'lgan bo'lsa, masalan, voltmetr 50 volt kuchlanishni o'lchashga mo'ljallangan, lekin uni yordamida biz 200 voltni o'lchashimiz kerak. Bunda uni o'lchash chegarasi necha marta oshirilishi kerak? Bilib ko'ramiz. Maksimal 40 volt o'lchashi mumkin. 50 volt o'lchashi mumkin. Bu esa hozir bizda 200 volt. 200 voltni 50 ga bo'ladigan bo'lsak, o'lchash chegarasi n 4 ga teng bo'ladi. Xo'sh, o'lchash chegarasi 4 marta oshirilishi uchun unga qanaqa qo'shimcha qarshilik ketma-ket tarzda ulanishi kerak desa, mana bu formuladan qo'shimcha qarshilikni hisoblab ko'ramiz. N mana bundan 1 ga qo'shsak n-1 r voltmetr ko'paytirib olamiz. Demak, o'lchash chegarasi 4 marta oshishi uchun 4 - 1 3 voltmetr. Ya'ni voltmetrda qarshiligiga nisbatan 3 marta kattaroq bo'lgan qarshilikda unga ketma-ket tarzda ulashimiz kerak. Endi voltmetr va ampermetr yordamida biror bir noma'lum qarshilikni topish kerak bo'layotgan bo'lsa, quyidagi ikki xil sxemadan foydalanish mumkin. Mana bu A sxemamiz bizda, bunisi B sxema. Qaraymiz. Ampermetr bizda Rx dan oqib o'tayotgan tokni beradigan bo'lsa, voltmetrimiz Rx dagi kuchlanish beradigan bo'lsa, Rx imizni qiymatini quyidagi formula bo'yicha hisoblab topish mumkin edi. Lekin bu yerda o'lchov qurilmalarimiz ideal bo'lmaganligini hisobiga ma'lum bir xatolik paydo bo'ladi. Bu xatolikning hisobiga Rx qiymati o'zi aslida o'lchangan qiymatiga nisbatan, ya'ni haqiqiy hayotdagi qiymatiga nisbatan salgina kattaroq chiqadi. Sababi kuchlanish bizda mana voltmetrga tushayotgan kuchlanish. Bu ampermetrdagi va Rx dagi kuchlanishlarning yig'indisiga teng bo'lishi kerak. Uni ifodalash mumkin mana bunday ko'rinishda. Tok ikkoda ham bir xil bo'ladi. Ampermetr va Rx bir-biriga ketma-ket ulangan. Demak, oqibati toklar ikkoda ham teng. Bundan agar Rx shtrixni topadigan bo'lsak, u ampermetr taqsim I plus Ux ni I ga nisbat. Mana bu munosabat bizlarda ampermetrni qarshiligini beradi. Mana bu munosabat esa bizda Rx ni beryapti. Demak, bo'lishi mumkinki Rx imizni qiymati R ampermetr plus Rx, ya'ni haqiqiy qiymatning yig'indisiga. Ya'ni o'lchangan qiymat ampermetr qarshiligiga ko'proq bo'lib qolgan deb olamiz. Demak, bunday sxemalarda ishlatish mumkin qanday holatlarda? Bu sxemamizda agar ampermetrning qarshiligi o'lchanayotgan qarshilikka nisbatan juda ham kichkina bo'ladigan bo'lsa, bu sxemalarda ishlatish mumkin. Ya'ni R ampermetr juda ham kichkina bo'lsa Rx xatolik
sezilarsiz darajada kichkina bo'ladi deb hisoblash mumkin. Endi ikkinchi sxemadan ham foydalanish mumkin bu yerda. Ikkinchi sxemamizda yana xuddi shunday. Bunday kuchlanish bilan biz uni oqib o'tayotgan tokni biladigan bo'lsak, formuladan foydalanish mumkin edi U taqsim I dan. Lekin bu yerda ham ma'lum bir qarshilik paydo bo'ladi. Xatolik paydo bo'lyapti bizlarda. Bu xatolikni tushuntiramiz. Voltmetrning ko'rsatkichi Rx bilan kuchlanishga teng. Bu yerda hech qanday xatolik yo'q. Lekin ampermetrdan oqib o'tadigan tok voltmetr va Rx orqali bo'linib o'tyapti. Shuning uchun I tokni quyidagicha ifodalab olish mumkin. Noma'lum qarshiligimizni o'tayotgan. Bu yerda agar uga bo'lib chiqadigan bo'lsak, ifodamizni mana bu yerda bilish qiyin emas. Bu voltmetr qarshiligini teskari holatda olingani. Mana bu qiymatimiz esa Rx qarshiligimizni teskari holatda olingani. Bunda Rx'imizning qiymatini, ya'ni Rx tenggi holatda o'lchangan qiymat 1 taqsim R voltmetr plus 1 taqsim Rx. Agar bundan biz chiqarib oladigan bo'lsak, tashqariga Rx'imizning qiymatini 1 taqsim Rx chiqarib olsak, unda Rx taqsim R voltmetr plus 1 olib ketadi. Rx'ni tepaga ko'tarib oladigan bo'lsak, quyidagi formula chiqyapti bizda. Quyidagi ko'rinishdagi formula chiqdi. Demak, qaraymiz. Agar pastki qismi bo'lmaganda edi, hech qanday xatolik bo'lmaydi. Lekin pastki qismi bo'lmasligi uchun bu 1 ga teng bo'lishi kerak. 1 ga teng bo'lishi mana bu munosabatimiz bizda 0 ga teng bo'lishi kerak. Taqriban 0 deb olamiz. Uning uchun voltmetrning qarshiligi o'lchanayotgan qarshiligimizga nisbatan ancha kattaroq bo'lishi kerak. Demak, bu sxemada Rx ga nisbatan R voltmetrda qarshiligi ancha kattaroq bo'lgan paytda xatolik juda kichkina bo'ladi. Ko'rinib turibdi, ikkita sxemamizda ham bizda qarshilikni o'lchashda ma'lum bir xatolik yuzaga kelyapti. Noma'lum qarshilikni topishning aniqroq usuli bu Uitston ko'prigidan foydalanishdir. Uitston ko'prigi doskada tasvirlangan. Bu yerda Rx'ni aniqlashimiz kerak. R bizlarda ma'lum bo'lgan qarshilik, bular ulangan bir-biriga ketma-ket tarzda. Bu yerda bu qurilmamizni o'zi reaxord deb aytiladi. Reaxordimiz bizlarda bir jinsli katta qarshilikka ega bo'lgan simdan va pastda lineykadan tashkil topgan. Lineyka bu o'lchash uchun, ya'ni uzunliklardir. Voltmetr bizlarga bu qarshiliklarning oralig'iga va mana bu simimizga ulangan. Agar tarmoqda ma'lum bir kuchlanish beradigan bo'lsak, bu yerdan oqib kelayotgan tok ikkiga bo'linib, ma'lum bir qismi yuqori tarafdan oqib o'tadi. Ma'lum bir qismi esa pastdan oqib o'tadi. O'zidan yuqori va pastki taraflardan tok oqayotgan paytda voltmetrdan ham tok oqib o'tishi mumkin. Lekin mana bu yerdagi voltmetrning surgichini ma'lum bir nuqtaga olib borib qo'yib, voltmetrdagi kuchlanish 0 ga teng bo'ladigan holatni hosil qilish mumkin. Agar tasavvur qilaylik, mana shu holatda voltmetrning qiymati 0 ga teng bo'layotgan bo'lsa, voltmetr, ya'ni biz mana bu nuqtasiga C, mana bu nuqtasiga D, mana bu yoqqa A, mana bu yoqqa B deb yozib qo'yadigan bo'lsak, voltmetrda kuchlanish 0 bo'lishi C va D nuqtalaridagi potensiallarning ayirmasi 0 ga teng bo'lishi kerak. Potensiallar ayirmasi 0 ga teng degani bu nuqtalardagi potensiallar bir-biriga teng deb tushunish mumkin. Ya'ni phi C teng phi D, bu ham qanaqadir phi.
bu zanjirdan qancha tok oqib o'tayotgan bo'lsa, mana bu zanjirimizdan ham oqib o'tuvchi tokimizning qiymati I1 ga teng deb hisoblash mumkin. Chunki voltmetrdan tok oqib o'tmayapti, kuchlanish nolga teng bo'lgani uchun. Bu yerdan qancha tok oqayotgan bo'lsa, bu yerdan ham xuddi shuncha tok oqib o'tyapti. Demak, har bir bo'lak uchun, ya'ni har bir zanjirimiz uchun Ohm qonunini yozib chiqamiz. Birinchi oralikda phi A minus phi teng bo'lishi kerak I1 ko'paytirilgan Rx. Ya'ni kuchlanish teng tok kuchini qarshilikka ko'paytmaslik bizda. Mana bu zanjirimiz uchun yozadigan bo'lsak, phi minus phi B teng bo'lishi kerak I1 ko'paytirilgan Rx. Yo, R. Bizda. İkinci mana bu oraliq uchun yozadigan bo'lsak, bu yerda phi A minus phi D, lekin phi D'miz bizda phi ga teng. Shuning uchun phi A minus phi teng bo'lishi kerak I2 ko'paytirilgan. Shu oraliqni qarshiligi bizlar uni R1 orqali ifodalab qo'yamiz. R1. Xo'sh, ikkinchi oraliq uchun yozadigan bo'lsak, phi minus phi B teng I2 ko'paytirilgan R2, ya'ni ikinchi qismimizni bizda qarshiligi. Mana shu sistemani ishlab, ya'ni agar bizlar mana bu ikkita tenglamani bir-biriga bo'ladigan bo'lsak yoki tenglashtirib oladigan bo'lsak, I1 Rx teng I2 R1 chiqadi. Agar bu ikkovini tenglashtiradigan bo'lsak, I1 R teng I2 Rx chiqadi. Bu sistema ikkovini bir-biriga bo'lib olib, Rx'imizni qiymati, ya'ni R ga nisbat, R1 ni R2 ga nisbat, yoki Rx ni alohida topishimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, R ko'paytirilgan R1 taqsim R2 formuladan foydalanish mumkin. Lekin biz bilamiz, o'tkazgichimizni qarshiligi uzunlikka to'g'ri proporsional. Uzunlikka to'g'ri proporsional bo'ladigan bo'lsa, demak R1 ni o'rniga L1 orqali yozib olish mumkin, L2 ni o'rniga L2 orqali yozish mumkin. Kundalang kesim yuzi va moddasini turi barcha nuqtalarda bir xil. Shuning uchun oxirgi formulamiz demak, tajribada turg'ichimizni ma'lum bir nuqtaga qo'ygan paytimiz voltmetrda qiymati 0 bo'lsa, demak, lineykadagi L1 va L2 ni uzunliklarini o'lchagan holatda va mana bu qarshiligimizni bilgan holatda Rx ni yetarlicha katta aniqlikda topish mumkin. Bu ko'rgan usullarimizga nisbatan ancha yaxshiroq usul hisoblanadi. Endi potensialmetr degan qurilma haqida qo'shimchasiga gaplashamiz. Bizlarda odatda tarmoqda ma'lum bir kuchlanish berilgan bo'ladi, ya'ni u kuchlanish va unga ma'lum bir iste'molchini ulash kerak. Lekin iste'molchi aynan u kuchlanishga emas, boshqacharoq kuchlanishga mo'ljallangan bo'lsa, ya'ni uga nisbatan pastroq bo'lgan kuchlanishga mo'ljallangan bo'lsa, bunday holatlarda potensialmetrlardan foydalanish mumkin ekan. Istalgan kuchlanishni olish uchun potensialmetrning tuzilishi quyidagicha. Mana bu ma'lum bir qarshilik deb hisoblaymiz. Uni qarshiligi R, uzunligi L deb qaraydigan bo'lsak. Hozir tarmoqdan qancha tok oqib o'tyapti desin, oqib o'tayotgan tokni topish uchun quyidagi formuladan foydalanish mumkin. I teng U taqsim R. Lekin agar bizlar buni mana bu nuqtasidan chiqarib oladigan bo'lsak va mana bu nuqtasidan chiqarib oladigan bo'lsak, ya'ni mana bu yerdagi kuchlanishni aniqlashimiz kerak bo'layotgan bo'lsa, bu yerdagi kuchlanish faqat mana bu oraliqdagi qarshilikka tushayotgan kuchlanishga teng bo'ladi.
bu oralig'ida qarshiligini biz ma'lum bir rx ni belgilaymiz yoki uzunligini lx deb yozib qo'yadigan bo'lsak, bu yerda ham liniyaga turibdi, liniyaga o'zasida ko'rsatish mumkin uzunligini. Unda ux ni topishimiz uchun, ya'ni mana shu oraliq uchun zanjirda bir qismi uchun Ohm qonunini qo'llash mumkin. Demak, ux nimizning qiymati teng I shu oralda oqib o'tgan tokni shu qarshilikka ko'paytmas. I ni o'rniga yuqoridagi formulani ishlatadigan bo'lsak, demak u barobar demak ux u ko'paytirilgan rx taqsim r formulasidan foydalanish mumkin. O'z-o'zidan bizda u va r o'zgarmas deb qaraymiz, lekin rx nimizning qiymatini o'zgartirishimiz mumkin. Masalan, buni 10 ga suradigan bo'lsak, rx nimizning qiymati oshadi, uzunlik oshganligini hisobiga. Agar rx qiymati oshib boradigan bo'lsa, ux, ya'ni chiqishdagi kuchlanishimiz qiymati ham ortadi. Agar buni chapga qarab suradigan bo'lsak, demak rx qiymati kamayadi. Rx kamaygani uchun ux qiymati ham kamayadi. Demak, surgichimizni u yerdan bu yoqqa qarab siljitib, chiqishdagi kuchlanishni boshqarishimiz mumkin. Bu qurilmamiz bizda potensial metr deb yuritiladi. Faqat yana bittagina o'zgarish qilishimiz mumkin bu yerda. Rx bilan r ni o'rniga ularni uzunligi orqali ifodalab qo'yishimiz mumkin. Ya'ni ux barobar u ko'paytirilgan rx ni o'rniga l, r ni o'rniga l yozsa bo'ladi. Liniyamizni santimetrlarda emas, voltlarda belgilab chiqsak ham bo'ladi. Uyga vazifa bu mavzu bo'yicha Usmonovdan 101-paragrafda ishlaysizlar. Gubkin to'plamidan 1293 dan 1302 gacha bo'lgan masalalarda ishlaysizlar. Va ertaga agar chiqmaydigan savollaring bo'ladigan bo'lsa, gruppaga tashlaysiz.